Şinjan gezitining xabarida Xitoy doiralari 2019-yildan 2021-yilgacha bo'lgan 3 yil oralig'ida Tarim vodisidagi to'g'roqlarni asliga keltirib, rayonning tabiiy muhitini qisman bo'lsa yaxshilashni ko'zlamoqda ekan. Bu xizmatda asosli Tarim daryosi va uning tarmoq yaqinlari bo'lgan Yakan daryosi, Oqsu daryosi, Xotan daryosi va Ko'nchi daryosi qatorliq 4 daryo va janub taraf 11 noya bir sayohat o'rni bo'yidagi to'g'roqlar asosan nishon qilindi ekan. Bu yillik plani bo'lsa 2 million mo'liq keladigan o'rnini ko'kartishgan. Xitoy axborot vositalari ilgari e'lon qilgan xabarlarda 1950-yildan buyon rayondagi boylik manbalarini haddidan ziyoda ichish va ishiltish sababidan Tarim daryosiga tutishadigan ko'p sondagi daryo yaqinlari qurib ketganligi, yer osti suvi ko'rinarli tuvallab ketganlikdan zo'r miqdordagi to'g'roqlarni qum besib qurib ketgan. Xitoy kommunistlarining Uyg'ur elidagi qumliqlarda va Tarim daryo bo'yidagi to'g'roqlarni asliga keltirish bo'yicha ahamiyat berishi ko'zatchilarning diqqatini qo'zg'ab kelmoqda. Ularning qarashicha, Xitoy markaziy hukumatı 2016-yildan buyon Uyg'ur diyoridagi suv qurilishi va ko'kartish ishlariga ahamiyat berishga boshlagan bo'lib, buning uchun zo'r ko'lamda mablag' ajratgan. Ko'zatuvchilar buning Xitoy mutaxassislari o'tirg'i qo'ygan Tibet egizligidagi Yaluzangbu daryosining suyini taklamakonga boshlab, kelgusida bu rayonga zo'r sonda aholi o'rinlashtirish loyihalari bilan munosabatli bo'lishi mumkinligini faraz qilmoqda. Xitoy kommunistlari izchil holda chet elda harbiy bazasi borligini inkor qilib kelgan bo'lsa-mu, biroq uning Afrika davlati Djibutida qurgan bazasi allburun xalq olamga ma'lum bo'lgan. Amerika mediasi bir qancha kun ilgari uning O'rta Osiyo davlati Tojikistonda chet eldagi ikkinchi bazasini qurganligini xabar qildi. Hindiston mediasi hatto sunniy hamroh suratlari bilan texmi ilgirlagan holda bu bazaga aloqador tafsilotlarni oshkorlab, Xitoy kommunistlarining sirtqi qarta harbiy kengaymichilik qilish qara niyatini isbotladi. Bu harakat xalqaro jamiyatni bearam qildi. Hindistonning Zepenit Tori Washington Post gazetining xabarida 3 yildan beri Xitoy kommunistlarining askarlari allburun Tojikistondagi bazaga o'rlashtirilgan. Bu baza Xitoy Tojikiston chegarasiga eng yaqin bo'lib, uning ustiga Afg'onistonning strategik o'rni bo'lmish Vakhan koridoriga yaqin yerga joylashgan. Vakhan koridori sharqdan g'arbga so'zilgan tor bir balvoq bo'lib, Pamir egizligining g'arbi va Hindukush tog' tizmasining shimoliy bo'lgining o'ttirisidagi bir tog' jilg'isiga joylashgan. U Xitoydan Afg'oniston va Pokistonning Xaybar Paxtunxova o'lkasiga tutishadigan bir yo'l bilan ta'minlaydigan bo'lib, bu Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun intayin muhim. Bu qurilish Xitoy-Pokiston iqtisod koridori deb ataladigan cho'ng qurilish turini o'z ichiga oladi. Bu torbat sunniy hamroh suratlari bilan texmo ilgirlagan holda, bu bazaning o'rni va aslahalar qatorliq tafsilotlarni, shundaqla bu bazaning muhimligi va xalqaro jamiyatga bo'lgan ta'sirini tushuntirgan. Xitoy harbiy bazasi Tojikistonning Qizil Rabotga joylashgan bo'lib, Xitoy Tojikiston chegarasi bilan bo'lgan oralig'i 30 kilometr, Vakhan koridori bilan bo'lgan oralig'i faqat 12 kilometr bo'lib, Vakhan koridorining g'arbiy shimol burjigini nazorat qilib bo'ladi ekan. Gerçi Xitoy kommunistlarining Tojikistondagi bazasi Djibutidagi qaraganda kichik bo'lsa-mu, biroq sirtqi qismida kengayish uchun texmi kengri yer bor. Masalan, aerodrom yoki boshqa yordam aslahalar qurish. Xitoy kompartiyasiga nisbatan bu baza balkim Afg'oniston vaziyatining muqimsizligi, Sharqi Turkiston rayoniga bo'lgan ta'siriga qarata andishlarini azaytishi mumkin. Lekin Hindiston va xalqaro jamiyatga qarata elib aytganda, bu bazaning taraqqiyoti kishini xotirjamsizlantirdi. Chunki u Xitoy kommunistlarining intayin muhim bo'lgan Vakhan koridoriga kirish mumkinligini tug'dirdi. Angliya pul muomala gazetining bugungi xabarida sunniy hamroh surat ko'rsatkichiga asoslanganda Amerika prezidenti Tramp bilan Shimoliy Koreya prezidenti Kim Jong Unning Vyetnamdagi uchirishi yadrosizlantirish kelishimi hosil qilinmay, 2 kundan keyin Shimoliy Koreyaning o'tgan yili pachaqlab tashlayotgan atom quroli ishlash aslahalarini qaytadan asliga keltirayotganligini bayqagan. Amerika harbiy mutaxassislari va Shimoliy Koreya munosabatli amaldorlarining bildirishicha, Shimoliy Koreya buzilgan aslahalarini asliga keltirish bilan birga sunniy hamroh orbitaga yetkazish motorini sinash,
qit'alararo trayektoriyalik boshqarilgan ssenariy plani texnikasiga ishlatilishi ekan. Amerika Davlat bexatarlik majlisi Jon Xen Bolton 5 martda Shimoliy Koreyani ogohlantirib, atom qurol ishlash planidan voz kechmasa, Amerika embargo yurgizish salmoqini og'irlashtirganligini bildirgan. Rossiya poytaxti Moskvada chaqirilgan yig'inga Muftiylar Kengashi boshlig'i Raul Gaytundan Rossiyadagi musulmonlarning nopsining islomni qabul qilayotgan ruslarning ko'payishi bilan texmi kuchayayotganligini bildirib, 15 yildan keyin Rossiya nopsining 30%ni musulmonlar tashkil qilganligini, bultur Qurbon hayitida Moskvadagi masjidlarga berib hayit namoz qilganlarning sonining 320 mingdan oshganligini, bu sonning xushalnorlik ahvol ekanligini eskartdi. Masjidlardagi jamoat sonining ko'p bo'lishining Rossiyadagi musulmon sonining oshganligining ifodasi bo'ladiganligini aytgan Gaytondan keyingi mezgillarda qurboniyat namozini o'qiydiganlarning sonida burunqi yillarga selishtirganda eshish ko'rilayotganligini bildirdi. Shundaqla Rossiyaning cho'ng shaharlarida diniy ma'rif va madaniyatga muvofiq joylar barpo qilinish kerakligini qayd qildi.